Sizlar bilan birgalikda Biton dasturida xaridlardan mahsulot kiritdik, yana order qildik. Valyutasi dollarda qolib ketdi. Yana orderning sonini ko'proq yozib berdik. Narx xato bo'lib ketdi. Ichida 50 xil, 100 xil shuncha mahsulotimiz bor. Shuni to'g'rilash uchun hammasini bekor qilib boshdan kiritish, shunga o'xshash bo'lib tursa, osonroq shuni to'g'rilab qo'yish yo'lini ko'rsataman. Bu xaridlar bo'limidan nusxalash yo'li bo'ladi. Masalan, ta'minot bo'limidan kiritib turibmiz. Ta'minot bo'limidan kiritgan qaysidir mahsulotimiz, masalan, eng birinchi kiritib qo'ygan 110 ming dollarlik narsamizni o'zi valyutasi so'mda bo'lishi kerak edi, dollarda bo'lib qoldi yoki içinde 11 donada yozgan narsamiz o'zi 110 dona bo'lishi kerak edi. Hozirda bir donati bor, lekin asosan bu 50, 100 yoki ko'p narsa kiritilgan vaqt ichida shularni to'g'rilashda zo'r funksiya va bizlarga esqatadi. Buni to'g'rilashimiz uchun 3 nuqtani bosamiz va xaridni nusxalash degan tugmani bosamiz. Buni bosganimizdan keyin butun chekni yoki faqat mahsulotlarni degan chiqadi. Faqat mahsulotlarni deydigan bo'lsak, biza mahsulotlarni odlarni spiska qilib olib beradi, lekin sonlari, ta'minotchi, valyuta, boshqa ma'lumotlarni qo'yib bermaydi. Afzali butun chekni qilganimiz yaxshi. Bizlarga to'shin shuni nusxalab olib kelib berdi. Yana ko'ryapsizlar, valyutalar necha? Agar valyutasi so'm bo'lishi kerak bo'lib turib dollar qolib ketgan bo'lsa, shundan so'm o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Agar birinchi ombor emas, ikkinchi omborga girish kerak bo'lib qolgan bo'lsa, shunda omborni o'zgartirib bersak ham bo'ladi. Va qaysi mahsulotdan order xato bo'lgan bo'lsa, shunda qo'shimcha qilishimiz kerak bo'lgan mahsulotni ham qo'shib, narx yozilmay qolgan bo'lsa, narxini yozib, spiskaga qo'shib, hammasini to'g'rilab turib, yana qayta saqlanib qilib qo'ysak ham bo'ladi. Buni ham narxini yozib qo'yamiz. Mana shu tartibda va hamma ma'lumotlarni to'g'rilab bo'lganimizdan keyin ombori, valyutasi yoki qo'shilmay qolgan narsalarni qo'shib taxlab bo'lganimizdan keyin keyingisini bosamiz, yaratishni bosamiz va yakunlash qilib buni to'g'rilab kiritib qo'yamiz. Va buni kiritganimizdan keyin eski xato bo'lib qolgan valyutasi dollarda qolgan yoki ichi xato bo'lib qolgan eskisini bekor qilib qo'yishimiz kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi. Hozir birinchisi bizda to'g'ri bo'lib kirdi 1.80.000 so'mlik va ikkinchi undan oldin turgan nusxalab olgan dollarda qolib ketgan valyutamizdagini shu yerda bekor qilib qo'yishimiz kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi aslatganimiz.